Ya hormay usta aka. Assalomu alaykum. Keling. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Allohga Olyapsizmi? Bu ishlaringizni ko'rib juda biz havasimiz kelib, juda chiroyli chiqaryapsiz ishlarni. YouTube'larda chala, xudo xolasa mana tomoniga soqqa qo'yiladi. Dal shu tomonlari ham ancha chalasi bor. Sekin-sekin etap o'qishib ketilyapti. Ko'rsating mana. Xudo ziyoda qilsin. Yonlaridan ham ko'rsating. Hali ba'zi bir nimalarimiz YouTube'dan, Telegramdan, Instagramdan yozib qolishyapti. Tekis chiqadimi deb mana yaqinroq ko'rsatish. Yo'q, biz o'shani ishonch hosil qilish uchun o'zimiz ham mana shu xonadonga tashrif buyurdik. Yo'q, bemalol. Ammo ishlaringizga gap yo'q. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Hunarmand odamning qo'li gul bo'ladi deyshadi. Shu hunaringizga gap so'z yo'q. Buni endi qana nima qilyapsizlar endi? Nimasini aka? Xizmati bu nimalari? Mana bu stoyka deyiladi aka. Boshlanishga qo'yiladi. Stoykamiz aka 300 ming so'm. Donasi, tepasiga soqqasini ham qo'yib beramiz. Xohlagan o'sha shakldagisini. Mana qarang aka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tasi 1 metrga yuradi aka. Bunisi aka 650 ming so'm. Hamma narsasini uy egasi olib beradi, biz shunaqa chotki qilib ketamiz. Patlazir ishlaymiz. Kачество va qing'ir jo'lariga 100% kafolat beramiz. Ammo beton panjara bu o'ta mustahkam nima qilinyapti? To'qish ham qimmatlanmaydi buni. Nimalari qattiq ekan, mana juda mustahkam bo'lar ekan. U panjaradan ko'ra mana shular yaxshi hozir. Eng hali moda bo'lib turgan fason shu fasonda endi usta. Shu piramida. Piramida. Bu soddalashtirib ishlangan, chang ushlamaydi. Kelinlar, qizlar masalan yuvib boshqa qilib yotmaydi. Samigilarni bunga travertin emas, atachin toqilinsa, silliq chiroyli turaveradi. Chang yopsa ham misol tushib ketadi. Travertinda ichiga uraveradi-da. Bu modadan qolmaydi, ham skromniy narsa aka. Skromniy, bagatiy narsa. Shunday aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka. Tashrif uchun rahmat. Xudo xolasa biz ham Alloh nasib qilsa zakasni beramiz inshaalloh, xudo xolasa. Usta akalarimiz ijod qilishyaptilar. Ishlarini qarang ishlarini. Mana bu shilangda nimaga qo'yilgan bu? Bu shilangda aka ustanopka qilamiz. Bunga gultuya qo'yamiz, bu yerda qirqib tashlab turib, suvni u tomondan chiqib ketadi. Shu gultuyakka qumni qo'yib turib gul ekishadi-yu. Suv quyishganda mana bu yerlarga zaki berib yubormasligi uchun mana tayyori bor, kelinglar baqa. Alloh ziyoda qilsin. Malades. Mana aka. Bu montaj qilib qo'yilgan holati aka. Tepasiga o'sha gul ekishadi, nima ekishsa ham aka bemalol mana teshib qo'yilgan. Shu zak so'rilib pastdan chiqib ketadi. Xohlasalar bu yerga svet o'rnatib beramiz, xohlasalar aka gultuya o'rnatib beramiz, xohlagan shakllarda chiqarib beramiz. Bu yoqdan chiqib ketish nimasi bor ekan? Bor. Shunaqa. Samigilarni bu nimaga panjaraga zak bermasdan Shunday. Metlar sho'rlashib ziyon yetkazmaydi ekanda. Sho'rlashib ketmaydi aka. Chotki chiqadi bo'lsa. Malades, tasanno. Mana usta akam ishlari. Bu tomoniga hali qo'limiz tekkani yo'q, endi ishimiz ko'pligi uchun. Bu perelalarni ham oling aka. Idealni qilib chiroylilab chiqarib berganmiz. Patlazirga ishlangan. Betlarda endi pardozini bersiz kerak, usta. Xudo xolasa inshaalloh vaqt bo'lganda aka sekin chiroylilab ola bo'la bo'yapti bu.